Mayli alda mayli kim qaytar dunyo tayyordir. Xudo xolasa mana hozircha tashlab o'sha karkazlarni ham to'qishyapti, usta bo'lamiz. To'qib tashlayapsiz-ku? To'qib tashlayapman. Apalaf kelgandan keyin apalafga o'rnatib, birdan betonni ham qo'yiladi, xudo xolasa. Ya bugun faqat apalafga o'rnatishlarini. O'rnatib qo'yaveraman men. Nima qilib o'tiraman uyga? Shuni ayting. Ko'rib o'tiraman hozir. Xudo xolasa mana hozir tashla. Bu derazalar nimasi, dollar bu? Mana bu ikkovi. Qo'llarga qilmang, baqa qiling. Nesa qiling. Nesa qiling. Aqalisa qiling. Bunga Yartib bosing. deraza eshigini birdan qo'yib aytdi bosinglar. Olib keling, Nesa. Ana qo'ying. Bo'ling tez. To'g'ri. Qanaqa biron qav olib o'tish kerak. Bir kishi uchun. Bo'lsa mana kirgizib ketamiz endi. Oxirgi qator qoldi. Oxirgi qatormi? Betdan kirgizamiz, zabet bo'lsin. Bitta uyga baribir qo'yishimiz kerak. Qo'yamiz aka. Qabo ichi kerak, Nesa. Ana olib chiqdim. Lisa yana keldimi deyman, ha? Olib chiqdim. Ubayjonnikidan olib keldik. Ha, o'sha Lisalar. Nima Umidjonni kayfiyatlari yo'q. Gapirgilar kelmaydi. Dollar bo'sh, kelin-pelin topaylik bitta. Topamiz. Shuni o'zimiz o'ylantiramiz. Final to'yga o'ylantiramiz. Nada? Ikki tashkalikka to'y bo'lsa, Shunday, oh. kelin to'y yana. Sal qo'lla, kalla. Ey, men qilmang. O'tovni ichkari tiqing. Men Umidjonim kerak, men Umidjonimni o'ylantirishimiz kerak. Ha. Siz o'ylangansiz, ketsangiz ketavering ota-onamga. Ha, bojajon nima kayfiyati yo'q sizda ha? Zo'r mana, alo. Alodan tashqari valo. Mana bunday qo'yamiz. Olib keling. Hop, молодец. Hop, permichkalarni qo'yasizlar-da, xudo xolasa. Qo'yib, keyin kalonlarni birdan qo'yaveramiz-da. Xudo xolasa. Xudo xolasa nasib bo'lsa o'lmasak. Ya, voy, nima o'lasiz, boja? O'zi madim yo'q. Nima? Mazam yo'q. Mana shunday qo'yaqanda nima bo'ladi? G'ishimiz yetadi-ha, paket dollar va? Yetadi. Birinchi etaj yetadi. O'zi bo'ldi-ku birinchi etaj. Yana qayerda qoldi terish? Termiskalar usti bo'ldi. Ha, shunday ekan. Kiydiring. Ikkita tomonga. Men oddashga berdim. 500 ming. Oddash ayli. Ha, qolganlar. Ma. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun qurilish avjida. Havo ham yaxshi bo'lyapti. Umid! Otabekjon ishlari rivoj. O Umid! Vaqt olib o'tdi. To'g'ri. Dollar bo charchamang. Bu anoga. Elbitga. Umid Otabek ham ishlari rivoj. rahmat. Mikrofonga gapiring. Ha, Nasib bo'lsa mana oz qoldi. xudo xolasa. Mana boshlanishi ham yomon emas. Apparatida ham ishlari rivoj. Nasib bo'lsa bunday o'ylarni ko'plarni quring. Savob ishlari olib ko'p bo'ladi. Bunda siz gapirasiz. Sizga ham rahmat. Kelib turgan shunday. Ha, ayting. Duo qilavering. Omad. Yangi yil hammaga omad olib kelsin. 25 ga tushirmagan orzular 26 ga ushalsin. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Otash aloq xonalari to'ylar qilsin. Hammamiz ishiga rivoj. Ehson qilganlardan ham Alloh razı olsun. Ehson qilganlar ham Mingdan ming rahmat. Umid ham duo qiladi. Ayting. Pullaring ko'paysin. Yurtdoshlarim. Yurtdoshlar ham
Omadlaringni bersin. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Kasal bo'lmanglar. Shu yigitlar shu yilda o'ylarsin. O'ylanayman hamda. Mana. Voy otabek men ham qaytdim. Endi biz Apolovga gaplashib kelamiz. Ketdik. Go. Kamchilik bo'lsa aytasiz. Xudo xohlasa aziz yurtdoshlar, mana Apolovga olgan keldik. Gaplashib xudo xohlasa Hormaylar akalar. obora. Charchamayapsizlar? Darvozamiz ochiq ya. Otabek nima Qachon chiqadi? Apalov kerak. Nechchida? Shundan qo'yib olasizmi, ko'rdingizmi? Ana Bo'lsa bo'ladimi shu? Ha, ko'ring, agar qo'yib olsa, shunaqa beraman. bugun olib ketsa bugun yozilmaymi? Yo'q, bugun yozilmaydi. Ertadan yoziladi. Ana shu. O'shandan to'rt dona keyin bunaqa. Ya buni keyinroq chiqamiz. Sesmaniki nima? Ismoilga Ha, birinchi burchakni qo'yib oling. beramizda biz topshirib, Burchakni qo'yib oling, keyin sesmay qilib beramiz, o'qlay qilib beramiz. To'g'rimi? O'q bilan qo'yaverasiz. Bosh texnika bor? Texnikamiz yo'q hozir. Yo'q. Shokardan taqdim kerak. Boya motosikl. Ha. nomeri bormi? Bu nechi pul aka? Donasimi? Kelishtirmaysiz. Burchak o'zi shunaqa-da. Kelishtirmaysiz. Uchlikni narx qoladi. Yo'q. Agar arzonroq nima qilib qo'ymasangiz, aytdan regi taxta beraman. 3 metrlik. Sim bilan qo'yib. Yengilroq bo'ladi. Bu og'ir lekin. Buni tirgay bormi yo'qmi? Regi hali steykada. Bu ham pul aldinglar. O'zim men sizga taxta yaxshiroq deymanda. Hatta shunday qo'yasiz burchakka, sim shunisi bilan o'tib qolasiz. Ham arzon chiqadi, ham yengilroq. O'zi taxta oladi. Taxta nechi pul? Taxta 6 mingdan chiqadi. 6 ming. 3 metrlik. Böyle taxta oladi. Taxta sizga yengilroq bo'ladi-da, o'zing ko'rdim joyingizda. His pulingiz-da bu. Qo'lida ham bu yengil hamda. Mana shunday olaylik, mana 3 metrlik davlat olib beramiz. Ha, bo'lagan. To'rtta burchagami? 8 ta. Shu yaxshi. Birdan, bir kuncha olib keladi. Yengil hamda javobi. Yengil, qo'layapman. Pasport shart emas ha aka, bilasiz. Hozir. Ma'lumda, o'zimiz mahalla. Ha, Sim olishimiz kerak, bog'lashga sim olishimiz kerak. Simlaringiz bormi yo'qmi? Ha, yo'q, baylashga kerak-da bunda. Sim bor, tortilgan 2 kilo. 15 ming sim kilo. Mana başta 1 kilo 1 kilo. Ha shu. Bundan qo'yasiz. Kattadan qo'yasiz. Ha, shu. Nechi kilo dollar bor? Oling, qani, 3 tane, 4 tane. 3 ta bitsa kerak. Yetmay qolgandan ko'ra nima qilish kerak? Pul yo'q. Pul yo'q-ku, berasan. 50 ming pul qoldi-ya. Mana birov to'yini buzma. Pul tugadi. Birini olim, beraymi yana qaytarib. Ustalar berdim hozir. Bo'lmaydi. Ya beryapman, qo'shib beramiz. Ha, 50 ming ichidan beraylik. Apalovga pulimni qo'shib berib ketamiz. Sim nechi pul o'zi kilo? Shopirga qo'yishgan. Ha, yeta ekan. Shopirga olib qo'yishgan. Ha, beraman. Shopirga. Shopirga qo'yishgan. Qo'shib yozib beraversak bo'ladi aka. Qo'shib hammasini, ha? Ha, bu. Bu shopirga olib qo'ying. 30 ming dollar shopirga. 5 ming boradi.
Gazlar yo'q. Ko'taradi endi ular. Shofirlar. Yes. Hamsa kelishdi. Tering. To'qsonlik 721 Yo 90 ekanda, meniki 50 lik. Sizniki o'xshagan-da. Hamsayada. Hamza hamsiz. Eski hamsaya. Kim ismlar? Shokir. Assalomu alaykum Shokir aka, yaxshimisiz? Zo'r aka. O'zingizsiz, charchamayapsizmi? Aka, men bu nimadan Anhorda bo'yidan Apolovga borish kerak edi-da. Yo'q, maylida men to'ygaman-da. Yo'q. Iloji yo'qmi bugunlar? Yo'q, iloji Ha, labala yo'qmi? Bizim yurtda xilda yozibdi-da. Pat-pat qilib. Bir qadam o'zidek. Shu pastlikda. Mayli, bo'jon rahmat. 8 ta o'zi. Qancha bo'jon? Shundan 40 so'm berasiz. 40 so'm. Bo'ldi. May, 10 ming beraman. Sim 3 kilo bo'ldi. 45 ming so'm. Bu arenda qancha? Bir kunlik. Soatimi? Bir kunga? Ha, kunga. Bu nima? Poltix deyapti. Trambokka. Ha, qayer trambokka qiladi? Uyda o'ylan o'sha. Nima kerak? O'ldim biz. Qani hozir loy bir kiloyki, yurganingiz o'z trambok bo'lib qolaveradi. Sizda nima kerak? O'z prinsip qoladi. Endi qonunni qilamiz deyapmiz. Bo'ldi, manzil bildiz ham bo'ldi. Bo'lish pastda-ku. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Charchamang. Xo'p, mana baraka top. Hozir turib 8 ta bor. Noqonlar. Ana yurtdoshlar. 10 ming so'm qoldi xudo bilan o'rtamizda. Endi padishkada turinglar jigarlar. Hali ustalarga hozir nechi pul dedim? Hozir 800 ming bergan bo'lsak, 2 million 900 beriluvdi. 3 million 700 berildi-da. To'g'rimi? 3 million 700. G'ishga 1000 so'mdan bersak bo'lardi. Nima bo'ladi 1000 so'mdan? Qishga dvoyne to'lanadi. Ha, qishga dvoyne to'lanadi. 1000 dan bo'lsa ham 4,5 million bo'ladi. Odamni xafa qilasizlar, faqat xafa qilasizlar. Pensiya chiqola shoy. Pensiya chiqola ishlamayman qurilishga. Pensiyani olib yotaman. Mana bo'lsa-ku beraveramiz. Mana shundoq qila bilan ishlayvermayman mana. Ha, mayli, ko'ramiz. 1000 so'mdan bo'lmasa 2000 bo'lar. Beyanak. Shundaymi, yurtdoshlar? Aytinglar, o'ylaysizlar. Bo'lsa beramiz. Ketdi aziz yurtdoshlar, xudo xolasa.